500 yoshga kirasiz. Kitobni o'qib chiqasiz, 500 yil umr ko'rganday bo'lasiz. Ibn Xaldun muqaddima degan asari bor. Muqaddimatu Ibn Xaldun arabchasi. Abror Muxtor Ali mana shu kitobni o'qisangiz 500 yilga qaraysiz deganda Ibn Xaldunda muqaddima kitobi birinchi qismini men o'qib tugatdim. Haqiqatdan ham 500 yilga qaraysiz ekan. Kitobning boshlanishida nima haqida ketyapti? Qiziqarli bo'lyapti, chunki Amir Temur bilan Ibn Xaldunning suhbatlari yozilgan. Undan keyin esa qaysi qit'alarda sivilizatsiya birinchi boshlangan, ya'ni qadimiy odamlar birinchi qayerdan bo'lgan? Kimdan keyin esa arablarda qadimiy qavmlari haqida nima bilan kun kechirgan, nima sababdan ularning o'rtasida urushlar bo'lgan va ular birlashganda qancha dunyoni, qancha joylarini bosib olgan. Sal o'rtarog'ida zerikarli bo'lib qolyapti, chunki u yerda geografik ma'lumotlar juda ham ko'p yozilgan. Qaysi qit'alarda odamlar qanaqangi o'zini tutadi, qanaqangi fe'ldagi odamlar yashaydi, qora tanli odam bilan oq tanli odamda fe'l atvorida qanaqangi farqlar bor, nima sababdan oq tanli odamlar kelajakda ko'proq o'ylaydi, qora tanli odamlar esa bugungi kun bilan yashaydi. Mana ochlik haqida yozilgan, ochlikning foydali taraflari, ko'chmanchi xalq bilan o'troq xalqning o'rtasida nima farq bor, ularning xarakterlari haqida yozilgan. Nimaga odamlar yolg'on gapirishadi, podshohlarning ustidan yolg'onlar, bo'xtonlar o'ylab topilgan, davlat boshqaruvi haqida, hokimiyatga qanday qilib kelish mumkin va nima sabablardan hokimiyat buzilib ketadi, bu hokimiyat qancha avlod yashashi mumkin, nechta avloddan keyin odamlar o'zgaradi, avval qullikda yashagan xalq qanday qilib buyuk davlatga yoki buyuk bir xalqqa aylanishi mumkin, qancha avloddan keyin bu narsa sodir bo'ladi. Bu kitobda kimga tavsiya bergan bo'lardim? Lider bo'lishni xohlagan, sardor bo'lishni xohlagan odamlarga men tavsiya berib qolardim, chunki bu yerda barcha sistemalar yozilgan. Qanday qilib davlat quriladi, qanday qilib davlat buzilib ketib qolishi mumkin, nima sabablardan buzilib ketib qoladi, ko'proq siyosiy narsalar yozilgan, tushunchalar. 1 dan 10 gacha baho berish bo'lganda men 9 ballni bergan bo'lardim. Nimaga? Yangi bir kitobni o'qishni boshlab turgan odamga, misol uchun agar u odam tarixdan ozgina qanaqadir tushunchalari bo'lmasa yoki geografiya haqida tushunchalari bo'lmasa, bu odamga bu kitob zerikarli bo'lib qoladi. Bu kitob unchalik katta emas, atiga 390 ta varaq.